Yangi yil dasturxoni tortsiz bo'lmaydi. Eng oson, katta oilalarga mos barakali 2 kun mehmon kutsangiz ham yetadigan tort tayyorlashni o'rgataman. Bu video bu yilgi eng oxirgi videolarimdan bittasi. Ishimizdan o'sha tuxumimizdan oqini sariqdan ajratib, oqini oppoqini qilib ko'pirtirib olishdan boshlaymiz. Oppoq qattiq ko'pik bo'lgandan keyin oz-ozdan shakar qo'shib, olib qo'ygan o'sha tuxum sarig'imizni ham solib, bitta aralashtirib olamiz. Pista rangga aralashtirib olib, ko'pirtirilgan tuxumga solib, ketidan un bilan razlik yetil qo'shib, bir xil massa hosil qilib olamiz. Xuddi shu retsept bo'yicha 3 ta tuxumdan biskvitlar qilamiz, faqatgina ranglarini o'zgartiramiz. Men 4 xil rangdan foydalandim. Pishgan biskvitlarimizni sovutib olib, chorsa xoladan olgan qaymog'imizni hammasini solamiz va cheese krem qo'shib olamiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan kremim. Ketidan moloko sovoramiz. Shirasini o'zingiz xohlagandek qilsangiz bo'ladi. Men hamma molokoni sovordim. Morojniy ta'mini berish uchun plomber essensiya yoki karamelni qo'shib yuboramiz. Biskvitimizni kremlashdan oldin ustiga ozgina molokoli suv chochib yuboramiz. Iloji boricha qalinroq krem qilamiz. Men biskvitimni rangiga moslab ketma-ketlikda mevalar terishni boshladim. Birinchisiga kivi, ikkinchisiga banan, uchinchisiga malina qilib ustini yopdim. Ozginagina qolib ketgan kremimizdan tortimizdan ustiga tekislab yuboramiz va o'zimiz xohlagancha bezatib olamiz. Bu tortimiz tayyor bo'lgandan keyin 2-3 soat muzxonada saqlang va kesib yeb ko'rsangiz, shunda morojniy ta'mi bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying. Bu yil men bilan bo'lgan hammaga katta rahmat. Keyingi yilda ko'rishguncha.